Mana bugun respublikamizning barcha jabhalarida nishonlangan kabi bizning Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi 35-umr ta'lim maktabida ham mana shu Navro'z ayyom, uyg'onish, yangilanish fasli bo'lmish Navro'z bayrami keng yaxshi kayfiyatda nishonlanmoqda. Mana bu bayram bilan butun respublika xalqini chin qalbimdan tabriklayman. Yurtim ko'klayotgan dalalaringda, sumalakni xushtam bo'ylari kezar, kuylanayotgan qo'shiqlaringda qadim momolarning allasi kezar. Ertadan umid bor, bosh osmonim, Navro'zing muborak O'zbekistonim. Barcha O'zbekiston xalqini yana bir bor chin qalbimdan Navro'z ayyom bilan tabriklayman. Sınıflar 3. o'rin bilan baholangan. Xuddi shu 3. o'ringa yana bitta o'rin qo'shilgan, mustaqil qo'shilgan. Shularga eng qadamlar sınıflar 3. o'rin bilan baholangan.